Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan matematik magnitliklar bo'yicha tajriba o'tkazish tartibini pet ilovasida ko'rib chiqamiz. Tajribaning maqsadi matematik magnitlikning tebranish davri, uning uzunligi, oxirlik massasi va erkin tushish tezlanishiga qanday bog'liqligini o'rganish. Dastlab bizga kerak bo'ladigan sekundomer va tebranish davrini hisoblagichlarni o'rnatib olamiz. So'ng matematik magnitlikni juda ham kichik graduslarga 7 gradusga og'dirib yuboramiz. Matematik magnitlik juda ham kichik graduslarda tebranadi. So'ng vaqtni yoqib davrni kuzatamiz. 1.68 sekund chiqdi. Endi matematik magnitlikning uzunligini orttiramiz. 0.85 metr qilib. So'ng yana davrni kuzatamiz. Bunda tebranish davri ortganini ko'rdik. Endi massasini orttiramiz. Va davrni o'zgarishini kuzatamiz. 85 yana o'zgarmadi. Massasini kamaytirsak, yana tebranish davrini o'zgarmaganini ko'rishimiz mumkin. Demak, matematik magnitlikning tebranish davri faqat uning uzunligi va gravitatsiya tezlanishiga bog'liq, massaga esa bog'liq emas. Buni pet simulyatori yordamida amaliy tarzda tasdiqladik.